bo'lgan atiga 2 dona qoldi. Juda ham tez sotilib tugab ketdi. Sizlarga oxiri qolgani uchun juda ham ajoyib narxda qilib beraman. Aynan mana shuni masalasi haqida gapirmoqchi edim. Kimlardir shu gilomni 1 kvadrat metrini 200 ming so'mdan halol nasiya savdo 12 oyga bo'lib to'laysizlar deb reklama qilishyapti. Ko'rishlaring mumkin. Qaysi kanalligini aytmayman, lekin sizlar ham kuzatayotgan bo'lishlaring mumkin. Xuddi shu narsani 1 kvadrat metrini 200 ming so'mdan deb aytishyapti. Bizda buni 80 santimetrligini 1 kvadrat metrini 1 santimetrdan oshiqroq bo'ladi qalinligi, 1-2 santimetr, 1 kvadrat kilosi 2 kilodan oshiqroq bo'ladi. Bu gilomimizni daroshkasini 1 kvadrat metrini bo'lgan, ikki yon tomondan 2 xil tovlanadigan, chekkalarida kojasi bor, juda ham sifatli bo'lgan bu daroshkamizni 1 kvadrat metr juda ham ajoyib bo'lgan sifatli gilomlarimiz 89 ming so'mdan eng qimmati Luboy YouTube'dan kelgan obunachilar YouTube'dan keldi desa, shu narxda albatta tayyorlab berishadi. Sizlarga yana juda ham ajoyib bo'lgan kichkina avalli daroshkalarimizni tavsiya qilaman. 80 ga 1 spanlilar, rasvetkalar boshqacharoq. Siz korичневый ko'proq xohlarmisiz yo bo'lmasam moviymi? Bularni 1 kvadrat metri hammom tualetlar uchun mana shunaqa naburlarni ham tavsiya qilaman. Bularni 69900 so'mdan olasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bunday o'ylab qarasam sizlarga hali daroshkalarni obzor qilib ko'rsatmagan ekanman. Videoda boshlanishidan oldin bitta dahshat like bosib qo'yinglar. Bizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bugun sizlarga juda ham arzon narxda daroshkalarni obzor qilib beraman. Avanli gilomlarni obzor qilamiz. Sizlarga yoqadigan, sizlarga narxlari to'g'ri keladigan, hamda sizlar xarid qiladigan gilomlarni obzor qilamiz. Bo'lsam, qaysidan boshlayib? Birinchi o'sha 80 daroshkalardan boshlaymiz. Bo'ldi. Birinchisini ko'rishlaring mumkin. Qalinliklari juda ham yaxshi, yupqa bas, qayrilib qoladigan emas. Mana yonlardan ko'rishlaring mumkin. 1 santimetr bo'ladi qalinligi. Bu daroshkamizni 1 kvadrat metr 99 ming so'mdan. Endi 80 ligi qanchadan to'g'ri kelyapti shunda? 1 metri 79 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Qalinligi 1 santimetr, juda ham ro'zg'orbob. 1 metrini 79 ming so'mdan xarid qilasizlar. Endi undan keyingisiga o'tadigan bo'lsak, aynan mana shuni masalasi haqida gapirmoqchi edim. Kimlardir shu gilomni 1 kvadrat metrini 200 ming so'mdan halol nasiya savdo 12 oyga bo'lib to'laysizlar deb reklama qilishyapti. Ko'rishlaring mumkin. Qaysi kanalligini aytmayman, lekin sizlar ham kuzatayotgan bo'lishlaring mumkin. Xuddi shu narsani 1 kvadrat metrini 200 ming so'mdan deb aytishyapti. Bizda buni 80 santimetrligini 1 kvadrat metrini 99 ming so'mdan xarid qilasizlar. 1 metrini esa 89 mingdan to'g'ri kelyaptimi? 79 mingdan. Kvadratimi? 0.80 likni metri. Kvadrat 99 ming so'mdan. 99 ming bo'lsa, ko'rishlaring mumkin. Sifatlari juda ham a'lo darajada. 100% poliester material. 1 metrini azizlar 79 ming so'mdan xarid qilasizlar. Aldanib olmanglar. Shuning uchun meni kanalimga obuna bo'linglar. Shunaqa arzon narxlar faqat bizda bo'ladi. Bundan keyingisini ko'rishlaring mumkin. Qalinliklari juda ham yaxshi, materiallari sholkoviy bo'ladi. Bu daroshkamiz 1 kvadrat metrini 109 ming so'mdan, 1 metrini nechi? Kvadrat 109 mingdan bo'lsa, 109 ming so'mdan 80 daroshkani metri qanchadan to'g'ri kelyapti shunda? 87 ming so'mdan to'g'ri. 87 ming so'mdan xarid qilasizlar azizlar, ko'ringlar. Sifatlari ham juda ham ajoyib. 1 metrini 87 ming so'mdan. Undan keyingisini ko'rishlaring mumkin. Juda ham qalin bo'lgan 1 santimetrdan oshiqroq bo'ladi qalinligi, 1-2 santimetr, 1 kvadrat kilosi 2 kilodan oshiqroq bo'ladi. Bu gilomimizni daroshkasini 1 kvadrat metrini 129 ming so'mdan xarid qilasizlar. 1 metrini qanchadan to'g'ri kelyapti 80ligimiz? 103 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Azizlar, sizlarga eksklyuziv narx qilaman. Mashina 99 ming so'mdan xarid qilasizlar. 103 ming atmen. 99 ming so'mdan endi 80lik daroshka. Ko'rishlaring mumkin. Bu Lauren nomli gilomimizni metrajli daroshkalari 1 kvadrat metrini 89 ming so'mdan xarid qilasizlar. 1 metrini qanchadan to'g'ri kelyapti shunda 80 daroshka? 71 ming so'mdan. 71 ming so'mdan to'g'ri kelyapti har 1 metri. Undan keyingisi ko'rishlaring mumkin. Bu ham o'sha juda ham qalin kачествоli. Buni kirchimorog'ini so'raganlar uchun neoklassik uslubida to'qilgan daroshkamiz. Buni ham 1 metrini 99 ming so'mdan xarid qilasizlar. 100% poliester bo'lgan, ikki yon tomondan 2 xil tovlanadigan, chekkalarida kojasi bor, juda ham sifatli bo'lgan bu daroshkamizni 1 kvadrat metri 139 ming so'm, 1 metri qanchadan to'g'ri kelyapti shunda? Ko'rishlaring mumkin. Juda ham ajoyib, xilma-xil 80 lik daroshkalar xohlaganlaringizni tanlab olishlaring mumkin. Juda ham 111 ming so'mdan xarid qilasizlar. Juda ham a'lo darajada sirpanib ketmaydi. Endilikda 80 lik daroshkalarimizni ko'rdilaring. 1 metri
79 ming so'mdan 111 ming so'mgacha juda ham ajoyib sifatli daroshkalarimiz. Endi 1 metrliklar keladigan bo'lsak, buni 1 metrini 109 ming so'mdan, buni 1 metrini 129 ming so'mdan, buni 1 metrini 169 ming so'mdan, buni 1 metrini 129 mingdan, buni 1 metrini 109 ming so'mdan, buni 1 metrini 99 ming so'mdan, buni 1 metrini 139 ming so'mdan, buni 1 metrini 169 ming so'mdan, buni 1 metrini 129 mingdan va buni 1 metrini 89 ming so'mdan xarid qilasizlar. Juda ham ajoyib bo'lgan sifatli gilomlarimiz 89 ming so'mdan eng qimmati 169 ming so'mgacha. Biz bir xilga odamlarga o'xshab 100% shulkiy material deb 99 ming so'mlik narsani 200 ming so'mdan sotayotganimiz yo'q. Eng qalini, to'qimasi juda ham plotniy bo'lganini ham ko'rishlaring mumkin. 169 ming so'mdan xarid qilasizlar. Bu faqat Yormozor Gilom markazida bo'ladi. Shuning uchun bizni o'tkazib yubormasligi uchun shunday videolarni kanalimizga podpiska bo'lib qo'yinglar. Endi 120 lik darushkalarga kelamiz. Ko'rishlaring mumkin. Birinchisini 1 kvadrat metri 89 ming so'mdan, 1 metri qanchadan to'g'ri kelyapti shunda? Juda ham ajoyib rasvet. 106 ming so'm. 106 ming so'mdan to'g'ri kelyapti 1 metri. Juda ham ajoyib sifatlari ko'rishlaring mumkin. 8 o'tini Lauren nomli darushkasi. Bunisini 1 kvadrat metrini 99 ming so'mdan, 1 metrini qanchadan to'g'ri kelyapti shunda? Juda ham ajoyib. 118 ming so'm. 118 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Azizlar, ikki tomondan ikki xil ko'rinadi. 1 kvadratini 150 ming so'mdan ham sotyapmiz, lekin sizlar uchun 99 ming so'mdan amal qiladi. Luboy YouTube'dan kelgan obunachilar YouTube'dan keldi desa, shu narxda albatta tayyorlab berishadi. Ko'rishlaring mumkin. Ikkalasini kачествоsi bir xil, rasvetkalar boshqacharoq. Siz korичневый ko'proq xohlarmisiz yo bo'lmasam moviymi? Bularni 1 kvadrat metri 109 ming so'mdan, 1 metri juda ham ajoyib narxda chiqadi. Ko'rishlaring mumkin. 100% materiallar shulkiy, ikki tomondan ikki xil tovlanadi. Kommentariyada yozinglar. Moviy deganlar 1, korичневый deganlar 2. Yana 120 lik daroshkamiz. Metri 130 ming so'm. 1 metrini 130 ming so'mdan xarid qilasizlar. Ko'ringlar, 120 lik daroshkam 1 kvadrat metri 109 ming so'm, 1 metri atiga 130 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Juda ham ajoyib sifatli. Buni ko'rishlaring mumkin. Ikki yon tomoni kojali bo'ladi, materiallar shulkiy, ikki yon tomonidan ikki xil tovlanadi. 1 kvadrat metri 139 ming so'mdan, 1 metr qanchadan to'g'ri kelyapti shunda? Juda ham ajoyib. 166 ming. 166 ming so'mdan to'g'ri kelyapti 1 metri. Shuni 250 minggacha ham sotyapmiz. Olishyapti ham, boshqa kanallarda ham ko'ryapman. Eng kam 175 ming reklama qilishyapti. Bizda 120 ligini 160 qancha ming so'm chiqdi? 166 ming so'mdan xarid qilasizlar. 1 metrligi 139 ming so'm. Buni ko'rishlaring mumkin. Bu 89 ming so'm chiqdimi? 79 ming so'mmi? 99 ming kvadrat. 99 ming so'mdan 1 kvadrat 80 lik daroshkamiz. 79 ming so'm. 79 ming so'mdan xarid qilasizlar. Aziz obunachilar, juda ham ajoyib narx. O'zimiz ham qimmatroq sotyapmiz, lekin aziz YouTube obunachilarim uchun juda ham arzon narxlar bo'lyapti. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaring, mana shunaqa zo'r videolarni o'tkazib yuborishlaring mumkin. Endi sizlarga juda ham ajoyib bo'lgan hammom tualetlar uchun mana shunaqa naburlarni ham tavsiya qilaman. Bularni 69900 so'mdan olasizlar. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham sifatlari a'lo darajada, kafellarda sirg'anib ketmaydi. Bu ikkinchi rasvetkasi 69900 so'mga juda ham ajoyib bo'lgan naborlarni xarid qilasizlar. Bunisi Xitoy mahsuloti. Vorslari juda ham quyon terisiga o'xshagan momiq. Orqalarida rezinalari bo'ladi. 3 ta komplekt bo'ladi. Buni atiga 139.900 so'mdan xarid qilasizlar bizga. Sizlarga yana juda ham ajoyib bo'lgan kichkina avalli daroshkalarimizni tavsiya qilaman. 80 ga 1 spanlilarni yonlariga, eshiklar tagiga yo bo'lmasam divanlarda oyoq ostiga solib qo'ygani juda ham ajoyib. Rasvetkalarni bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Qalinliklari 1-2 sm bo'ladi. Zichliklari juda ham to'qimasi zich bo'ladi. Sizlarga ajoyib skidka narxda 3 xil rasvetkasini tavsiya qilaman. Juda ham oz qolgan, ulgurib qolinglar. 300 minggacha sotilyapti. Men sizlarga bularni atiga 199 ming so'mdan qilib beraman. Buni 3 xil rasvetkasi bor. Shoshilinglar, tugab qolishi mumkin. 199 ming so'mga. Yana sizlarga 2 avanli bo'lgan atiga 2 dona qoldi. Juda ham tez sotilib tugab ketdi. Sizlarga oxiri qolgani uchun juda ham ajoyib narxda qilib beraman. 169 ming so'mdan 1 kvadrat metrni xarid qilasizlar. 2 razmeri 676 ming. 676 ming so'mga bir
1-2 santimetrlik bo'lgan, juda ham qalin, sifatlari a'lo darajada bo'lgan, chekkalari popiyli, 2 8 o'tini eng yaxshi sifatli gilomlardan bittasi. Bu birinchi rasvetkasi. Kirchimonroq xohlaganlar uchun mana bu ikkinchi rasvetkasi. 2 gigga avvalgilarimiz faqat shu 600 qancha mingdan? To'g'ri-ku? 606 ming so'm. 606 ming? Adashmaysizmi? 169 ming so'mdan 4 kvadrat. 676 ming. 676 ming so'mdan mana shularni xarid qilasizlar. Farg'ona shahar ichiga bepul dostavka qilib beramiz. Viloyatlarga ham kelishilgan holda dostavka qilib beramiz. To'liq manzillarimizni olmoqchi bo'lsalaring, Yormazor Gilom markazi Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ana shu yerda Qumtepadagi do'konimiz ham manzili bor, Farg'onadagi do'konimiz ham manzili bor. Endi ko'rishlaring mumkin. Uzunroq daroshka xohlaganlar uchun 1,5 ga 3 bo'lgan, juda ham a'lo sifatli avanli gilomimizni ko'rsatib o'taman. Qalinliklari juda ham ajoyib. Eksklyuziv narxda bo'ladi bu ham. 169 ming so'mdan kvadrati 760 ming so'mga 1 million 200, 1 million 300 dan sotilyapti. Sizlarga ilindim shuni. 760 ming so'mga aytinglar, nima beradi? Bunaqa qalinlikdagi gilom topsa bo'ladimi? Aziz obunachilarim, kanalimga obuna bo'lib kuzatayotganlarga alohida rahmat. Meni podpishka qilyapsizlar. Kanalimiz juda ham tez rivojlanyapti. Shuning uchun sizlarga eksklyuziv narxlar taklif qilyapman. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda nomerlar aloqaga chiqsalaring, sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Xudo xolasa daroshkalar narx sizlarga yoqdi degan umiddaman. Oxirigacha kuzatganlar bo'lsa alohida rahmat. Sizlarga yana bir eksklyuziv taklif bilan chiqyapman. Shu video 48 soatda ichida 50 ta like hamda 50 ta kommentariy yig'adigan bo'lsa, kommentariyalar ichidan bittasini tanlaymizda, ana shu insonga 100 ming so'm pul mukofoti qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan da qiziqarli, bundan da arzon narxlarda sizlarga gilomlarda taklif qilamiz.